Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, bütken sıkın idin, hak İslam'ın tülhuli. Başakmaz kafirga, şiddet bilen atzeli, Hemze Halid Musab'tek, şir yürek oğlanları. Ebu Musa Eş'ari. Ebu Musa Basraga vali bo'lib borgan chaqda shahar aholisini yig'ib, ularga "Mu'minlarning amiri Umar meni sizlarga Allohning kitobini va payg'ambar alayhissalomning sunnatini o'rgatishga va yo'llaringlarni tozalab berishga avatdi" dedi. Kishilar bu so'zlarni anglab to'liq hayronlik his qilishdi. Chunki ular musulmon hokimlarining o'z xalqiga ularning dinini o'rgatish majburiyati borligini tushunadi. Ammo ularning yo'l tozalash vazifasi borligi kishilarga g'ayri to'yilgan va ularni ajablantirgan edi. Payg'ambar alayhissalomning nevrisi Hasan radhiyallohu anhu u to'g'riliq mundoq dedi. Basraga Abu Musadan yaxshiroq bo'lgan puhrolarga ko'yindigan ikkinchi bir vali kelib boqmadi. Uning asli ismi Abdullah ibn Qays bo'lsa-mu, lekin burundullah Abu Musa Eş'ari deb atalgan edi. U Makkada nazar doirasi nihoyat keng, kishilarni faqat bir Allohga cho'qinishga chaqiradigan, go'zal axloqlarga buyuradigan bir payg'ambarning chiqqanligini anglab, ona yurti Yamandan darhol Makkaga yetib keldi. Makkada u payg'ambar alayhissalomga hamroh bo'lib, uningdan Qur'on va islomni o'rgandi. Ondan yurtiga qaytib berib, Allohning so'zlarini kishilarga yetkazib, ularni islom diniga da'vat qildi. Uning shuningdan keyingi 10 yillik hayoti to'g'riliq bizda aniq ma'lumot yo'q. Xaybar g'azoti oyoqlashish bilanla u Madinaga payg'ambar alayhissalomning qishi qaytib keldi. Uning Madinaga qaytib kelishi dal Ja'far ibn Abu Talib va boshqa musulmonlarning Habashistondan qaytib kelgan vaqtiga to'g'ri kelgan bo'lib, payg'ambar alayhissalom ularning hammasini xo'shal-xuramlik ichida qarshi oldi. Abu Musa Yamandan islom dinini qabul qilgan 50 dan ortiq kishi bilan Madinaga kelgan edi. Ularning orasida uning ikki qarindoshi Abraham va Abu Burdalarmo bor edi. Payg'ambar alayhissalom u bir to'p odamlarni Ash'ariylar deb atadi. Hatto u ba'zida barliq yamanliklarni Abu Musa Ash'ariyning nomi bo'yicha Ash'ariylar deb ataydi. Payg'ambar alayhissalom doim u bir to'p odamlarning oq ko'ngil, samimiy tabiatini maqtaydi va boshqa sahobalarni ularning yaxshi ish faoliyatlarini ulgu qilishga chaqiradi. U bir qitim ular to'g'riliq mundoq degan edi. Agar Ash'ariylar biror g'azotga yoki safarga borsa, garchi yeydigan narsasi nihoyat oz bo'lsa-mu, lekin ular uni bir parcha raqning ustiga qo'yib, ondan o'zlari orasida teng taqsim qildi. Jazmanki, ular mendan, men ulardan. Abu Musa musulmonlar jamoasi ichida nihoyat tezla yuqori hurmatga sazovor bo'ldi. Uning nurg'un isli xislatlari bor edi. U tug'ma talantliq islom fiqhshunosi, ya'ni qonunshunos bo'lib, masalalarga nihoyat to'g'ri hukm chiqaradi. Shunglashqa dastlabki musulmonlar jamiyatida oldingi qatorda turadigan qozilarning biri hisoblanadi. Kishilar doim bu ummatning ichida qozilar 4: Umar, Ali, Abu Musa va Zayd ibn Sobit deyishadi. Abu Musa muloyim, chiqishqoq odam edi. U nihoyat ishonchli odam bo'lg'achqa, kishilar uningga ishonch va samimiyat bilan muomala qiladi. Urush maydonlarida u qo'rqmas, chidamliq va mahorati ustun botir edi. Payg'ambar alayhissalom u to'g'riliq mundoq degan edi. Chavandozlarning ustisi Abu Musa. Abu Musaning keng nazar doirasi va masalalarga hukm qilishdagi qobiligi bilan urush maydonida dushmanlarga hargizmo aldanmaydi. Urush vaziyatini aniq kuzatib,
Ondan qat'iy iroda bilan harakat ilib boratdi. Abu Musa bir qitim Sasaniya imperiyasining zimindan o'tadigan musulmonlar armiyasiga qo'mondon bo'ldi. Isfahonda kishilar urushdan saqlanib, tinchlik o'rnatish uchun jizya to'lashga keldi. Amaliyotda ular jizyani samimiy sadoqat bilan bergan bo'lmasdan, balki musulmonlarga vahshiy hujum qilish fursati izlab bergan edi. Abu Musa ularning haqiqiy maqsadini tushunib, nihoyatda ehtiyot bilan ish ko'rdi. Shunglashqa Isfahonliklar hujum qo'zg'aganda musulmonlarning bu boshlig'i qilcha uduqmasdan shu tayyorlik bo'yicha musulmonlarni jangga uyushtirdi. Әтісі түшкі қалмай, әл қылғыш қалбіні қолға келтірді. Күчлік Сасания империясыға қаршы асаслық ұрышларда Әбу Муса асаслық рол ойнаған. Бұлыпмы мәшһүр Тәстур ғаздыда у хәрби қомандан болып, қатты шөһрәт қазанған еді. Персия қоманданы Ормузан өзінің санақсыз қошынларыны қаттық мұдапия қылыныватқан Тәстур шәріге чекіндірді. Xalifa Ömer düşman armiyasining kuchiga sal qarmay, qattiq tarbiya olgan jangovar bir qo'shin tashkillab, Hormuzonga qarshi avatdi. Musulmonlar armiyasi ichida jangga pishqan peshqadam sahobalardan Ammar ibn Yasir, Bara ibn Malik va uning inisi Anas, Majra'a Bakri va Salama ibn Raja qatorliqlar bor edi. Ömer qo'shinga Abu Musani qo'mondon qildi. Tuzlar qattiq mudofaa qilinqashqa shaharni hujum bilan ilish mumkin bo'lmadi. Shahar qatma-qat muhosir qilindi. Nurg'unlagan hujumlar faqat shahar sepilda yo'chuq kamarlarnila paydo qila oldi. Uzun davomlashgan jafoliq muhosira musulmonlarni halsirtib qo'ydi. Xuddi Bara ibn Malikning voqealigida tilga olganimizdek, Persiyaliklar qal'a tomlardan uchilarga cho'g'dak qizilgan o'tkir po'lat qarmoqlar esilgan zanjirlarni tashlashga boshladi. Musulmonlar qarmoqlarga ilinib qolgudek bo'lsa, qarmoq ularni qal'aga ko'tarib ketadi. Ular o'latdi yoki chala o'lik bo'ladi. Abu Musa bargan seri chidog'siz darajada bo'lib ketayotgan bu holat girdovdan faqat yili nayrang va taktika orqali qutulg'ili bo'lganligini tushundi. Baxtga yarasha dal shu chog'da bir persiyalik musulmonlar qo'shiniga al bo'lib keldi. Abu Musa uni sepilning orqasidan shaharga qaytib, amal qilib shahar darvozasini ichidan ichib berishga ko'ndirdi. Uning bilan birga alohida tanlangan kichik bir qo'shin avatdi. Ular vazifani g'alabalik o'rinlab darvozani ichib etib, Abu Musaning armiyasiga yo'l ochdi. Bir necha soat ichida shahar ishg'ol qilindi. Garchi Abu Musa qo'rqmas, kuchli palvon bo'lsa-mu, ammo urush maydonidan ayrilsa, nihoyatda savrichan va ko'p yig'laydigan odam edi. Shundaq chaqlarda u anglag'uvchilarning yurak bag'rini ezdigan to'limi mo'ngluq ovozda Qur'on tilovat qiladi. Uning ta'sirlik va yiqimli qiroati to'g'riliq payg'ambar alayhissalom mundaq degan edi. Haqiqatan Abu Musaga Davudning naylaridan birisi berilgan. O'xshashla Umar radhiyallohu anhu mu doim Abu Musani chaqirib Allohning kitobidan tilovat qildiradi va mundaq deydi: "Ey Abu Musa, Parvardigorimizga bo'lgan tashnoliqimizni qondirgan. O'zini Qur'on Karimga beg'ishlaganlikning belgisi sifatida Abu Musa Qur'on oyatlarini qo'l yozma qilib chiqqan ozg'ini sahobalarning birisi edi. Abu Musa faqat Allohning dini bilan dushmanlashadigan, iymonning nurini o'chirib etmoqchi bo'lgan mushriklarning qo'shinlariga qarshi urush qila qatnashadi. Navoda musulmonlarning ichida urush bo'lib qolgudek bo'lsa, uningdan darhol o'zini qochiradi. Hergizmi nazar silib qo'ymaydi. Ali va Muaviyaning o'rtasida ko'tarilgan urushda uning maydoni dal ashundoq bo'ldi. Bu urush jarayonida u yarashtiruvchilik rolini o'ynadi. Shuning bilan Abu Musa Ashari degan bu ism texmi tunildi. Oddiy qilib aytganda Abu Musa betaraf o'rinda turdi. U musulmonlarning bir-birini o'ltirayotganligini ko'rib,
Agar mushu vaziyat davomlashsa, musulmon ummatining kelgusi istiqboli to'liq qo'rqinchli bo'lganligini his qildi. Uningcha bo'lganda, urushqa xotim berib, yangi bir vaziyat barpo qilish uchun xalifa Ali vazifasidan iste'fo bersa, Muaviyami xalifa bo'lish da'vosidan voz kechsa, ondan musulmonlar kimning xalifa bo'lishini loyiq topsa, shuni xalifalikka saylasa, ish o'ngshalgan bo'ladi. Abu Musa bu to'qinishda davomliq betaraf o'rin turdi. Urush oxiri Alining Muaviya bilan sulhlashib, Muaviyani Misr va Suriyaning valisi deb e'tirof qilishi bilan oyoqlashdi. Abu Musa Makkaga berib, keyingi hayotini muqaddas masjid, ya'ni Masjidul Haram atrofida o'tkazdi. U butkul hayotida hurmatli payg'ambar alayhisalomga va uning haqqoniy xalifalariga cho'nqur sadoqatlik bilan yashadi. Payg'ambar alayhisalom hayot vaqtida uni va Muoz ibn Jabalni Kufaga vali qilgan edi. Abu Musaning Qur'onga cho'nqur muhabbati bor edi. Har doim Qur'on o'qish, asli qoldirish, uni tushunish va takror qilish bilan mashg'ul bo'ladi. U Qur'on to'g'riliq boshqalarga cho'nqur ma'nilik so'zlar bilan nasihat qiladi. Abu Musa, Qur'onga agishinglar. Qur'onni o'zinglarga agashtirishni hargiz orzu qilmanglar, deydi. Abu Musa odatda to'liq chidamliq, sabrchi edi. Havo chidiqsiz issiq bo'lib ketgan kunlari u doim ro'za tutdi va mundaq deydi. Ehtimol bundaq havo qiziq kunlardagi ussizlik bizning qiyomat kuni ussiz qolmasligimiz uchun vosita bo'lishi mumkin. Umrining oxirlarida u butun hayotida doim deyishni odat qilgan tuvandagi so'zlarni takrorlaydi. Ey Alloh, ey Parvardigorim, sen omonlik berguchi va omonlik sen tarafdan keldi. Ketdi Ömer'e Osman, Nahdi qo'g'dab tek turib, Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari.